Yangi Hayot tumanida prezidentimiz tashabbusi bilan barpo etilayotgan sanoat infratuzilmasi bugun o'z samarasini bermoqda. Tuman hududida yangi ishlab chiqarish korxonalari ish boshlamoqda. Eksport va bandlik kengaymoqda. Ana shunday istiqbolli loyihalardan biri Broko qandolat mahsulotlari ishlab chiqarish korxonasidir. Korxona o'z faoliyatini yo'lga qo'yganiga atigi 2 oy bo'lishiga qaramay, bugun barqaror ishlab chiqarish va eksport salohiyatiga ega bo'ldi. 50 nafar xodim doimiy ish bilan ta'minlangan korxonada 24 dan ortiq shirinlik ishlab chiqarilmoqda. Zamonaviy texnologiyalar asosida tayyorlanayotgan mahsulotlar sifat va ta'm jihatidan ichki va tashqi bozorda talabgir. Ishlab chiqarilayotgan mahsulotlarning 60% ichki bozorga, 40% esa eksportga yo'naltirilgan. Broko mahsulotlari hozirda Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Afg'oniston va Mongoliya davlatlariga eksport qilinmoqda. 36 milliard so'm miqdorida investitsiya kiritilgan korxonaning ishlab chiqarish quvvati oyiga 100-120 tonna mahsulotni tashkil etadi. Savdo aylanmasi esa 4-5 milliard so'mga yetmoqda. Kelgusida korxona yangi uskunalar olib kelish, eksport qilinadigan davlatlar sonini oshirish hamda 200-300 nafargacha yangi ish o'rinlarini yaratishni o'z oldiga maqsad qilgan. Broko bu qisqa vaqt ichida natija ko'rsatgan, eksportga yo'naltirilgan va Yangi Hayot tumani iqtisodiy rivojiga munosib hissa qo'shayotgan zamonaviy qandolat korxonasidir.